Alo, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Aysham To'xti. Guvohlik beraman. Vatanim, dinim islom. Vatanim Sharq Turkiston. Yurtim Qashqar shahar, Qashqar viloyat, Yakan nahiya, Kon shahar, Chasu kanat, 2-mahalladan. 84-yili ikkinchi turmushimni Urumchida boshladim. 2002-yili yo'lchim o'lib ketgan sababdan bolalarim hijrim qilib Turkiyaga berib, bolalarimni yaxshi bir normal bir tarbiyalash uchun, islomiy tarbiyalash uchun Turkiyaga bolalarimni olib ketdim. Turkiyada 10 yil avval hozir Turkiyada yashayman. 10 yil avval vatanimga berib tuqqanlarim bilan butun ko'rishib, urug' tuqqanlarim bilan hammasiga ko'rishib keldim. 10 yilning yoqi borolmadim. Chunki boray desam, bola o'qitgandan keyin oddiy bir turmushim oddiy bo'lgandan keyin iqtisod masalasi ekan, shuni borolmadim, lekin tuqqanlarim bilan kengay ko'rishib turdim, telefon orqali ko'rishib turdim. 2 yil oldi telefonim faqat uzilib ketdi. Tuqqanlarim bilan ko'rishaolmadim. Biri singlimning o'g'li 2017-yili ipiqliq turmuq lagerga tutilib ketildi. O bola gunohsiz, o bola endi yangi to'y qilgan bir bolasi bor. Oddiy bir turmush yashash uchun bir kichkina bir do'konni ochib kun kechirib yashayotdi. Bizning avlodimizning, bizning tuqqanlarimizning ishida hech birisi bir xatolashgan, birisi bir turmush ko'rib qolgan avlod tuqqanlarimizmi yo'qdi. Hammasi o'z jinini bir oddiy bir turmushni yashash uchun yashayotgan. Bizning maqsadimiz nima bir Uyg'ur bo'lib qolganligimiz. O singlimning o'g'lining eti Abdurahmon Talib. Bular tutilgandan keyin buning ismi yangilanib ism qo'ygan ismi Daniyar ekan. Hozir yipiqliq lagerda ismi Daniyarni qo'llanamdi yoki Abdurahmon Talibni qo'llanamdi, uni bilmayman. Singlimning uyini pechatlab o'tib singlim taladi, singlim lagerdami yo uydimi, uni ham bilmayman. Singlimning yo'ldoshi endi takda xotin nüfusu olgandan keyin uzun yilning yakanda birga yashagan bilan nüfusu xotanda olgandan keyin bularni ayirib tug'izmay buni xotanga ketkizyapti. O singlimning yo'ldoshi xotanda lagerdami yo uydimi bilmayman. Singlimning yo'ldoshining Habibillah ismli bir o'g'li bor. O o'g'lining 2 yil inisi bor. O kuyovning singlimning erining inisi Habibillah ismli. O balani 2 yil oldi bir turmush telefonidan bir tabliq chiqdi degan bahona bilan 2 yil lagerda o balami qanday hayot bormi yo'qmi, hayotmi bilmaymiz. Ularning xotin viloyat hamda nahiyalarini bilmaydi ekanman. Tug'ay yezisini bilman, Yuqaqum, yezning ismi Yuqaqum. Tuqqanlarni bilmayman. Aningdan keyin yana singlim o'ydimi, taladimi, lagerdimi, uni uqmayman. Uyga kiranmaglik, uy pechatlagilik. Uyning adresi Qashqar viloyat, Yakan nahiya, Bog' mahalla, ijtimoiy rayon, uyning adresi bu. Singlimning neredekini bilmayman. Aloqamiz çok üzüldü. Yana qizimninki ona bilak dadi bir inisi var. O inisi 2 bolasi var, endi yangi to'y qilgan bola. O bolaninki o balani aytishqa dadam o'lib ketdi degan bir isbotni avatib bergan bilan shu sababli chet el aloqalashdim deb o balani 16 yillik uyga suvatdi, 2 yil oldi. Yana mening tog'amninki o'g'li, tog'amning o'g'li Mehmet Yasin Abdullah, bu chasi ikkinchi chasi mahalle 2-kanatda umo. O balaning yipiqliq turmida. Balları nerede emas bilmayman. Onun singlisi var, singlisinin eri Absamatxon, o mu yipiqliq turmida, lagerda solaqliq. O xotini o tog'amning qizlari, o balaning singillari, Boshixon, Buzaynabxon, Tusniyazxon, bularmi yipiqliq lagerda. Bularning jiq bolalari var. Bu bolalarni tutilib eketdimi, bormi, ko'chadimi, o bolalarni bilmayman. Onun a'lari xotin analari lagerda solaqliq, o bolalar nerede, bolalarni bilmayman, bolalarning neredeligini. Yana mahallimizda sekretar Qudrat Abdurahmon deb sekretarning o'g'li Nurahmat Qudrat degan bola 10 yil oldi. O kichik bir bolani, sabiy bolani gunohsiz bir gunohni chaplab, o bola 10 yillik turmida. Yana mening qiynachamning o'g'li Nurahmat
Mahmut bu mu 10 yıllık turmuda? 10 yıllık turmuda 10 mu günahsız? Yok bir bahane, yok bir sebeplerini çaplaplam, karnı çaplaplam bulanı mı 10 yıllık 10 yılını yakı turmuda yana kaç yıl turmudu onu biz bilmeyimiz. Yani men bildiğanlarım şu fakat qağalı yani men bilmeydiğanlarla bekcek. Ulanı men alaqlaşmagandikin, kömügendikin bilmeymi, kömügenni diyemeymen. Men fakat bildiğanlarım şu. Men bu davayımdan hergiz vazgeçmeymen. Ta ki bu davayımdan hergiz vazgeçmeymen. Ta ki şu tuqqanlarım bilen, şu qoşnularım bilen çıraylık körüşüp, uçuşup, qınmıgıçılak davayımdan hergiz vazgeçmeymen. Bizden fakat bir musulman bulup qağanlığımız üçün, biz günahsız, bizde günah yok. Musulman bulup qağanlığımız üçün, Uygur bulup qağanlığımız üçün, bizden tüp yıldızımız bilen kurtu bitiş planıdı bizim üçün akıldı. Hayır hoş, ben bu davadan hergiz vazgeçmeymen.